Mana bu joyda yosh bolalarni olib kelib, meni tarixi bilan tanishtiryapti. Yosh avlod tarixi qanday bo'lganligini bilishi kerak. Bizda ham shunaqa исторический joylar bo'lishi kerak. Bizni tariximizni yoshlar bilishi kerak. Odamlar chizgan rasmlar, toshlarni qaranglar. Voy malladis, qaranglar san'at asari. Mana tosh ekan mana. Qaranglar. Haqiqiy hech qanaqa rang berilmagan mana toshlarga. Mana toshlar haqiqiy toshlar ekan. Hech qanaqa rang berilmagan. O'zlari shunaqa rangda ekan. Men ham rang sulkab qo'yishganmikin desam, yo'q, mana haqiqiy oq toshmi. Odam rasmlari. Mana bu so'z meni juda ham ta'sirlantirdi. Mana Svoboda ili smert, ozodlik yoki o'lim deyapti. O'zini jonini fido qilishga tayyor. O'zini vatani uchun ozodlik yoki o'lim deyapti. Mana hozirgi paytda kim jonini fido qila oladi o'zini vatani uchun? U qayerda qaranglar. Mana Ivan Vasilichda ko'rganmislaru qo'ng'iroq. Taxt. Xristianlar o'zini tarixini shunchalik asrab, avaylab qadrlaydi. Kiyimlari